Xo'sh, Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana bugun biz Ashuramak assalomu alaykum. Alaykum Bormang endi assalom. echkilar bilan. Bor bo'yla. Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Ashurbo, bu echkimiz nech pullik echki? Bu Angel Lubin mana. Angel Lubin paroda Bu zoti. Angel, bu Zanin. Bular urg'ochimi, erkakmi? Urg'ochi bular. Urg'ochi. Narxi nech pul bularni? Bularimiz Angel Lubin 5 million. 5 Bunisi million? 3 million. Bu nechinchi qorin tuqqan? Birinchi qorinda bu. Bo'g'oz bular. Birinchi qorindan, ha? Ha. Aziz obunachilar, bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, Samarqandlik Fayzullo bo, ikkinchi ismlari Ashur aka. Ijtimoiy tarmoqda ko'p obunachilarimiz Oynai jahon orqali Ashurboni ko'rib kelishgan. Mana echkilari. Ashurbo, hozir nechta echkingiz bor? Echki beda hozir 17 ta. 17 ta bor. 17 ta. Mana bemalol ekranda telefon raqamlar yozib qoldiramiz. Qani, boshlangchi bir ko'rsatingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz obunachilar, chorvaga baraka. Rahmat. Bu echkilarimiz endi bir zoti haqida tushuntirib bersangiz. Mana bular Chex Alpin. Chex Alpin. Chexski Alpin. 100%lik. Mana bu chala Chex Alpin. Narki bettakisi Takumburskiy paroda. Takumburskiy paroda mana shu echkimiz, ha? Ha. Bu ikkalasi Zanin paroda. Ha, bular ikkovi Zanin paroda. Ha, Zanin bular. Bular nech puldan? Buları 5 milyondan deyapman, qay kelishtirilgan Bular bo'g'iz. hammasi qochgan. Bular hammasi qochgan. Mana bu takadan qochgan, mana takasi. Taka Mana. aktiv ekan, uni qaranglar aziz obunachilar. Takani qaranglar, qanday balandlikda chiqyapti. Chiqyapti mana. Ma, Belka. ma. Bu urg'ochimi bunisi? Bunisi urg'ochi, bu ikkinchi qorinda bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'iz. Buni narxi nech pul? Bu ham 5 million. Bu 5 million. Ashurbo, Ha. endi ko'pchilik bizda aytayaptiki, misol hamma ham 5 million, 6 millionga echki olishga qurbi yetmaydi. Mana birinchi qorinda bor bu yerda. Arzonroq variantlari ham Bor, bormi? arzon variantlari bor. Mana aziz bular birinchi obunachilar. qorinda, mana bu echkilarim birinchi. Bular Mana bu birinchi qorin. Alpinni balasi mana. Bu ham Chex Alpin mana. Chexski bu Alpin, ha? Ha, bu Alpin urg'ochi bu. Bular hammasi urg'ochi. bular hammasi Mana bitta urg'ochi. takasi bu mana. Taka nech pul ekan, kichkina taka? Takani 2 million. 2 million. Ha, mana shu kattani balasi. Mana shu takamiz 2 million ekan, aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek. Hozir mana shu takachani endi otasi mana, dadasi ekan mana shu taka. Mana bu otasi, shuni Bu balasi. necha yosh? Bu 2 yoshar bo'ldi bu. 2 yashar bo'ldi, ha? Ha. Bu takani nech pul deyapsiz endi? Takani hali sotishga qo'ydim yo'q, bu balo olishim kerakda bundan. Ha, zot olishga. Ha, zotga olib kelgan edim. Aziz obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, mana bu tomonda ham echkilari bor. Bu echkilar qanday, Ashurama? Mana bular Zanin paroda, chisti, Zanin. Zanin paroda. Ha, mana bu Alpin bilan Zanindan chiqqan qizi. Qizili. Ha, 2 oy qolmay tug'adi u. Mana shu echkilarimiz. Mayli, bo'g'oz u ham. Bu ham bo'g'iz. Ha, bu Kugan bo'g'oz. Hammasi mana shu takadan qochgan Mana shu jo'ralar. takadan qochgan. Otasi Ko'rib mana turganlaringizdek, ichida taka yuribdi mana. Mana 100% yoshlarni ham ichida 100% bo'g'iz, ha bular, qochgan. hammasi 100% takadan chiqqan bular. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Adres qayda edi shaharda? Shahar Sartepo. Sartepo tomonda. Ashuramakni telefon nomerlarini ekranda yozib qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Aziz do'stlar, mana echkilarimizni yeb ichishini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek, Bu yerda ikkinchi qorin, uchinchi qorinda bu echkilar. ha, Birinchi bular qorini ikkinchi ham qorin, bor. uchinchi qoringa ham bor. Ha, shular balasi mana bu yerda alohida. Bular bolalari. Ha, balalari. Mana bu tomonda bolalari. Agar puli yengilroq desa, mana bularni kelishtirib beraman. Puli yengilroqlari ham bor. Samarqanddan boshqa viloyatga dastavkalari qanday bo'ladi, Ashurama? Dastavkasi men chiqarib mashinaga yuklab yuboraman, o'zi tushirib pulni beradi. Videosini tashlayman unga. Ishonchli bo'lish uchun. Ha, ishonchli bo'lish uchun yuklashdan oldin mashinani video qilib tashlayman suratini. Ashuramak, hozir bu yerda nechta echkim bor dedingiz? Bu yerda 16 ta bor. 16 ta echkilari bor. Ha, Hozir- ularga uchastkamda bu 15 ta bor. Uchastkangizda yana 15 ta bor. Ha. Mana aziz obunachilar, Samarqanddan
Hozir yanvar oyiligi uchun echkilar sutli echki yo'q-a? Yo'q. Echki hozir foydasi yo'q, izlashi. Sutli Ana endi echkini 2-3 oyda qidirishni ham foydasi yo'q. yo'q, tug'ilgani sotilib ketdi. Bular ham suti bor edi, men sog'may dam berdim echkilarga. Aha. Echki dam olish kerak. Hammasi yem yeb, yem berganman echkilarga. Badani unaqa ozg'in emas echkilari. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, shoxlisi ham bor, zavatskoy kali ham bor. Qanaqa echki Mana tagini qidirayotgan ham bo'lsangiz, suratib olaylik qizili. Mana hozir shu bo'g'oz mana shu ham. mana bo'g'iz echkimizni tag qismi mana. Yelin formalari. Endi hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz uni. Mana shu echkimizni tagini qaranglar qanday. Xuddi sutli echkiga o'xshabdi. Xo'p, aziz obunachilar, mana qo'ldan kelgancha Ashurboni echkilarni syomkasini qildik. Hammasi mana shu takadan qochgan. Hammasi mana shu takadan qochgan. Kimga echkilar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qishin, yozin bir xil echkilari bor. Hali eshitganlaringizdek, yana uchastkalarida ham 15 ta echkilari bor. Taxminan 30 tadan oshiq ekanda. Bor, xudoga 30 tadan oshiq echkilari bor. Chorvaga baraka. Rahmat. Xudo xolasa obunachilar telefon qilishadi. Rahmat. Pulini kelishtirib, kelishadigan joyi bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Mana hali aytganlaridek 2 million, 2,5 millionlik takalardan boshlab mana 5-6 milliongacha echkilari bor. Endi bularni har bittasini biz hozir общий qilib ko'rsatdik. Bitta-bitta ko'rsatishga 16 ta echkini vaqtimiz chegaralanganini hisobiga aziz do'stlar mana ko'rsatib o'tyapmiz. Kimda mana shunday echkilar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ashur akani telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiraman. Ashur akani telefon raqamlarida ijtimoiy tarmoq, Telegram bor. Yana o'zingizlarda savollar bo'lsa, bemalol Ashur akaga Telegram orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bu videoni echki boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Ko'rib turganlaringizdek, mana har xil echkilar, kal echki, oq echki, korishneviy echkilar bor mana. Har xilidan bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu echkimiz 4-5 xil paroda. Mana bu ham alpen. Mana shu balasi. Janivor ham ana shu balasi ekan. Yuvoshligini qarang, shirinligini qarang buni. Endi bular necha litrgacha sut bergan hozir mana shu yerda? Endi mana sharoitda 3 litr beradi. 3 litr beradi. Ha, agar dalaga chiqsa, agar ziyod beradi. Echkini sut berishi avvalambor ovqatiga bog'liq. Mana aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oluvchilar bo'lsa, kelib joyidan ham ko'rib olsa mayli. Bemalol o'zi kelib bemalol joyida xohlaganini tanlab oladi. Bo'pti, mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.